Assalomu alaykum, foydali mazkur ishtirokchilar hammalar, tanijonlar, sog'inishlar bilan, bizneslar bilan charchamayapsizlar. Xudo xohlasa Buxoro viloyatining Kogon tumaniga kelganmiz. Bu akalarimiz mana kastivasiga o'ta mehr bergan holatda Yevropenalo g'ishtlar ishlab chiqarishyapti ekan. Bu akalarimiz bilan salkam 4 yil, 5 yildan beri birgalashib hamkorlik ish qilamiz. Apparatlarni olib kelib o'rnatib, uстановка qilib, cho'tka qilib sozlab berganmiz. Maza qilib ishlatishyapti. Hattoki shlaka bloklargacha bor. Buxoro territoriyasida mana shunaqa yevro qoliplardan quyilgan kastivasi o'ta zo'r zakonli pena bloklardan kerak bo'lsa, bemalol akalarimizga murojaat qilaverasizlar, ishlayni cho'tka qilib bitirib beramiz. Yoki sex qilaman desalar, mana shunaqa yevro apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Akalarimiz mana chiroyli qilib yog'lab, qoliplarni zakonli holatda ishlatishyapti ekan. O'ta gap yo'q. Hattoki uyini ham mana bu tarafiga o'zi pena blokdan chiroyli qilib solib, navisalarni qilib, bolalar ishlash uchun sharoitlarni o'ta go'zal qilib qo'ygan ekan. Avval o'ziga qo'yib, mana foydasini bilgandan keyin qolganlarga ham, ya'ni xalqqa ham xizmat qilishdan charchamayotgan, buyurtmalarni o'z vaqtida juda chiroyli qilib yetkazib beryapti. Yevro qoliplarimizni ishlashlariga bir baho berib qo'yasizlar. G'isht kastivalarga o'ta zo'r kastivalari, vobshe bomba, o'zimiz ham vobshe hayron qoldik. Bu akalarimiz mana o'zlari haqiqatan ham 3 yil, 4 yildan beri ishlab, g'isht kastivasini bizdan ham zo'r bilib oladigan darajada yetib kelishdi. O'zimiz ham tan berdik. Respekt faqat bu akalarga, gap yo'q. Zakonli qilib bloklar qo'yib chiqarib berishyapti ekan, o'zimiz ham hayratda qoldik. Mana hozirgina qolipdan chiqqan holat. Qolipdagi mana chiroyli qilib mana panellardan qo'yib g'ishtlarni sug'urib olishyapti. O'ta gap yo'q, malades, o'zimiz ham tan berdik. Quyib qo'yilgan holati mana tepasi hali tekizlangan yo'q. Buni ham albatta ustlarini cho'tka qilib tekizlashib, mana shu holatga olib kelishib akalarimiz buyurtmachilarga quritib, cho'tka bloklarni yetkazib berishar ekan. Semenlari, miqdorlari hammasi o'ta zo'r holatda yetgan. Mana bemalol mana shunaqa yevro qoliplar kerak bo'lsa, latoylaridan kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar, ishlarni cho'tka qilib bitirib beramiz. Bizga guzashga davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishni nasib qilamiz.